Matiz mashinalarni oldin qismi past bo'ladi. Shuni hisobiga politsiyadan o'tganingizda yoki yamaga tushganingizda tag qismi tegadi. Buni oldini olish uchun ko'pchilik Nexia chashka qo'yishar ekan, lekin Nexia chashkani ham o'ziga yarasha zarari bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursiz, buni qanday qilib ko'tarish haqida va uni zararlari haqida aytib o'taman. Ko'pchilik Matiz mashinasini oldini ko'targani Nexia chashka qo'yadi, lekin bu ham mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Past tomoni cho'kib, tepa tomoni ko'tarilib, bu ham Matizning oldini past qilib qo'yadi baribir. O'tgan videoyimda Matizning oldiga tikka chashka qo'yilsa, oldi baland bo'ladi video qo'yganim. Juda ko'pchilik bundan ham osonroq, bundan ham manfaatli tomonini ayting deyishgan uchun men yana ham manfaatli tomonini aytaman. Undan oldin siz videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lib turing. Matiz amortizatorini pastki pojina turadigan tovog'ini 1 sm kesib turib tepaga qo'yilsa, Matizning oldi siz xohlagan darajada ko'tariladi va yamalarga tushganingizda va politsiyskidan o'tganingizda hech qanday muammo ko'rsatmaydi. Mana mashinamiz tayyor bo'ldi. O'zlaring ko'rishlari mumkin. Hech qanday muammosiz bemalol politsiyskidan xohlasalang yamadan 100% da ham o'tishlari mumkin. Mashinaning tagi qismi tegmaydi. Sizda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.